Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Dunyo madaniyat xazinasining go'hri hisoblangan Uyg'ur 12 muqomi bizning qimmatli san'at boylig'imiz. Uni o'rinlash, uningga varislik qilish, shundaqla uningdan ilhom ilib, san'at ishlarimizni sog'lom taraqqiy qildirish barliq san'atkorlarning burchi va qimmatli mas'uliyati. Biz bugun o'zining tirishchanligiga tayinib, klassik muqomlarning izidan besib Vesal muqamını ijod qilgan yosh san'atkor Akbar Qahramon, shundaqla uning ustozlari bilan ko'ngillik paranglashimiz. Va oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Uyghur Avtonom rayonluq muqam ansamblininki pensioneri, muqam tadqiqotchisi Matrozi Tursun efendim. Shundaqla Şinjan Unsin nashriyatining pensioneri, peshqadam shoir Abdurahim Abdullah. Şinjan Uyghur Avtonom rayonluq muqam ansambli ijodiyat gruppasining ijodiyatchisi, yosh talantli san'atkor Akbar Qahramon. Yosh naqshchi Akbar Qahramon uzoqdan beri ommabop naqshlarni aytdi va nurg'un plastinkalarni chiqardi. Bu naqshlarning to'lisi ommabop uslubdagi naqshlar bo'lib, ayni chog'dagi davr ruhi aks ettirilgan. Ammo u o'zi aytayotgan ommabop naqshlarga o'xshamaydigan, klassik muqamga o'xshash, avloddan avlodga miros bo'lib qoladigan milliy purqi kuchlik, bir anglasizlar Uyg'ur muqami ekan deb bilalaydigan bir asar ijod qilish ustida to'g'ri 20 yil izlanib, muqam kuy shakli asosida Visol muqami nomli bu muqamni ro'yobga chiqardi. Bu muqamga dunyoga, qarindoshlarga, do'st yo'rallarga vatanga bo'lgan muhabbat mujassamlangan bo'lib, buni tuzilish jihatdan muqam qurilmasiga o'xshash yangicha bir muqam deb aytishga bo'ladi. Hem Akbar Qahramonning o'zining naqshlarini yaxshi ko'rib anglab kelayotgan havaskorlari va keng xalq ommasining tashnaligini qondirish, o'zidan kutayotgan umidlarga qilgan sovg'asi deyishga bo'ladi. Akbar Qahramon yana bu muqomni o'rinlash uchun ovoz doirasi keng, tuvan, o'rta ham yuqori qismini birla vaqtda chalg'ili bo'ladigan 7 simliq Visol tor degan chalg'uni ijod qildi. Hem o'zi ijod qilgan Visol muqomini mushu chalg'u va milliy muzikalar bilan birlashtirib o'rinladi. Muqam ansamblining muzika tartibida muqamga bir ishtiyoq bog'ladi. Muqamning melodiyasini nihoyat yaxshi ko'rib qoldim. Visol muqomini chiqarish mening burundan tatib qilgan bir orzuyim hisoblandi. Shunga buni keng xalq ommasiga so'g'is sifatida taqdim qildim. Akbar Qahramon Visol muqomda boshdan oxirigacha milliy kuyni tadqiq qilib, shu orqali muqomni hul yaratgan. Ama yakka ommabop naqshlarni tekstlab yozsak, muqomga o'xshamaydi bu. Tekstlarni yozib bo'lgandan keyin o'zimizga yarida Akbar rozi bo'ldi. Akbar, endi nurg'un yoshlarimiz sizni ommabop naqshchi deb taniydi. Uning ustiga gitarni nihoyat obdan chalasiz. Endi siz bu qitim mushu 16 formatlik Visol muqomi degan ko'rkam muqovliq mush kitobni o'qirmanlarga taqdim qilibsiz. Siz nima sababdan mush kitobni nashr qildirib qoldingiz? Men uzun yil ommabop naqshlarni aytdim, plastikalarni chiqardim, ommabop naqshlarni ijod qildim. Men ommabop naqshlarni aytgan bo'lsam-mu 1991 yil muqam ansambliga taqsim qilingandan keyin muqam ansamblining muzika tartibida ishildim. Bu jarayonda muqamga bir ishtiyoq bog'ladi. Muqamning melodiyasini nihoyat yaxshi ko'rib qoldim-da. Birla anglasa, 12 muqamga o'xshash. Uningdan keyin avloddan avlodga miros bo'lib qolgandek. Yana bir anglasa Uyg'ur milliy purg'i kuchlik, mushta bir ahang ijod qilish bir orzusiga shu chaqda kelgan. Bu kitobga Visol muqomi deb ism qo'yishdagi maqsadim shu. Visol muqomini yozish meningki visolim desam bo'ladi. Orzuyim desam bo'ladi. Shu bir tarafdan ommabop naqshlarni aytgan bilan bir tarafdan izlanib, Visol muqominingki melodiyalarini yig'ib, mana hozir 20 yil o'tdi, to'g'ri. Oxiri tama ko'l bo'lar degandek bu kitobni yaqin tayyorlab chiqdim. Bu kitobga men aldiraqsonlik qildim deb o'ylamayman. Buning nurg'un vaqtim ketdi, nurg'un
ustozlardan ta'lim tarbiya oldim, o'rgandim. Bu visol muqomini chiqarish mening burundan tortib qilgan bir orzuyim hisoblandi. Shuninga buni keng xalq ommasiga so'g'i sifatida taqdim qildim. ilgari siz Shinjang san'at institutida qaysi kasbda o'qigan? Shinjang san'at institutining muqom sinf deb bir sinfi bor shu chog'da-chu. Shu muqom sinfidan maxsus ravob kasbda o'qigan. Endi muqom bir kunda ijod qilgan narsa emas. Buning ommaviy asosi, klassik tuyg'usi intayin cho'nqur deb qaraymiz. Endi qanda bir alohida fursatda, qanda bir ilhomning turtkisi bilan shu Visal muqomini ijod qilib qoldingiz deb o'ylayman. San'at maktab o'qiyotgan vaqtimda mening anglab yozish saviyam bek yuqori-chu. Buningga mening ma'lumlarim, savodoshlarim biladi. Sinfda favqulodda anglab yozish talentim yaxshi edi. Menga qanday akkordni ma'lumlar chapasa, men anglab o akkordningki notalarini yozib olaydim-da, shu talentim bor edi. Keyin muqom ansamblga taqsim qilinib, muqom ansamblda ravob chaldim. Milliy muzika atirtida. Men ravob chalish jarayonida nurg'un muqomlarni o'rinlagan bo'ldim. Muqomni taq melodiya chalmiz biz shu nimadichu milliy muzika atirtimizda. Taq melodiyaga shundaq bir moslashgan bir akkordni anglab qoldim-da men. Bu akkord nerdan kelgan? Endi boshqa xalq ohanglarini chalsak ancha moslashmagan bilan, lekin muqomni chalsaqla bu akkord shundaq moslashib ketganda buningga. Men buni o'ylanib qoldim. Bu akkord zoni nerdan kelgan? Men bu akkord topmasam maydi deb buni tadqiq qilib keyin bunu o'ylasam, bizning milliy muzikalarimizning shundaq bir o'rtaqligi bor ekanki, hamma muzikamizningki tangshak sadosini shundaq o'lchamli qilgan ekan bular. Masalan, shu muqomni raydan chalsak, keyin so raylami shifa bundan mangdi ekan. G'ijakninki mu? Raydan boshlasak, muqomni raydan chalsak, uning bu so, rayso bundan mangdi shundan metrasga. Men buni bayqab qoldim. Milliy muzikaning bir o'rtaqligi nima ekan deganda, bu muqom melodiyasiga bularning tangshak sadosi, milliy muzikaning sadosi shunda moslashidi ekan. Masalan, biz raydan chalgan muqomni do'din chalsak kelmaydi. Nimishqa? U raydan ijod qilingan muqom bo'lg'achqa, buni do'din chalsak, bu so'qishir ekanda sadosi bilan. Bizning ajdodlarimiz ayni zamonda bu akkordga moslashtirib melodiya chalishni o'rganib ekan degan qarorga keldim. Bizning ajdodlarimiz demak shu ayni vaqtda shu muqomni shu chag'an muzikasining sadosiga moslashtirib, kamiga yerini ishlatmay melodiya ijod qilib ekan. To'xta, unda bo'lsa, men bu akkord topay deb bir akkordda bir kuy shakli hosil qildim. Milliy muzikalarning sadosidan akkorddan birini tepib, buning tüp akkordi, 4-darajasi, 5-darajasi degan akkordlarni. Shuning bilan bu akkordni ayni vaqtda ajdodlarimiz shu milliy muzikaning sadosiga tushirib melodiya ijod qilgan bo'lsa, men bu akkordni yozib olib, pianinoda chap melodiya ijod qildim. Bu milliy muzikaning sadosiga ijod qilgan muzikam uyg'urcha bo'lib chiqdi. Men uning oldida undaq uyg'urcha ahanglarni, ras milliy purg'i kuchli ahanglarni ijod qila olmaydigan uning. Men akkordni topgandan keyin chag'anli melodiyarim bir xil muqom purab turdi-da, shuning bilan bu muqomni yozishga boshladim. Ajdodlarimiz bu milliy muzikaning sadosiga yozgan bo'lsa, men bu sadosini akkordini topdim. Endi bu shuningda bir melodiya yozsam, cho'qim uyg'urcha chiqarak deb akkordni tepib chiqdim. Shuning bilan bu akkordlarni yozib topgandan keyin bunda o'ylab baxsam, o'zimning ijodiyatda o'qigim kelib qoldi. Va bu azroq bilim oshamsam bo'lmag'idek deb san'at maktabida 2002-yil ijodiyat o'qidim. Mening ma'lumim shu chaqda Shanyi deb qo'ymiz, shu Yaponiyada o'qib kelgan nihoyatda saviyalik ma'lumdi. Ma'lum dedim men bu qarshim. Chunki bu ko'z qarshim nihoyatda to'g'ri. Ijodiyatchi degan buni mushtaq bir yangi uslub qilish kerak, qilmaganini qilish kerak. Bu bir bo'shliqda. Buni bu akkordlashtirib bo'lmaydi. Bu akkordni sen izladiganing bak yaxshi bo'lib tursan, cho'qim kelajakda bir natija qozona olaysan deb mag'ribat berdi. Shuningdan maktab bitgandan keyin bu akkordni ishlatib radio sahasida bir ijodiyat musobaqasi o'tgan, ajoyib dunyo deb bir ijodiyatni qilib, shu akkordni ishlatib musobaqa qatnashtirdim. Musobaqada birinchi darajalik ijodiyat, birinchi darajalik o'rlash mukofotiga erishdim. Shuning bilan tig'im bir g'ibat bo'ldi-da bu. Uningdan keyin akkordni ching tutsam bo'g'dak deb, akkordning ilhomida Visal muqomni yozib chiqdim. Bu kitobning ortiqchiligi nima desangiz, bu muqomda akkordning ismi yozilib ketgan notaning ustiga-chi. Buni nima uchun buni yozib qo'ydim deganda, endi buni qarindosh millatlar, masalan, chet elliklar buni akkordni ishlatiblar, akkordlashtirsa bu cho'qim uyg'urcha bo'lib chiqadi deyman. Nima uchun deganda, bu Qashqarovoning sadosidan topgan akkord. Orkestrlarda bir Qashqarovoning sadosi aks etildi-da uningda. Endi men birinchisi 12 muqomning akkordini tadqiq qilib bir kuy shaklini hosil qildim.
kuy shaklining ilhomida bu Visal muqomi bitib chiqdi. Matrozika, siz mushu Visal muqomi nomli kitobga yozgan yozmangizda inimiz Akbar Qahramon 20 yil vaqt sarf qilib Uyg'ur 12 muqomining qurilmasi asosida davrga xos yangicha bir muqom Visal muqomini ijod qilibdi. Men buni anglab nayt söyündim ham uning mush parvozidan qo'shildim deb yozibsiz. Sizning mushunda baho berishingizda qanday asos bor? Akbar Qahramon Visal muqomda boshdan oxirigacha milliy kuyni tadqiq qilib, shu orqali muqomni hul yaratgan. Klassikni o'qiydi. Hozirgi ma'vo Akbar topgan muqom kuy shakli akordi yo'q. Bu chaqıcı. Ali maktablar dars o'tilmaydi. O'tilmaydi. Hozir qo'ldalik gitarni o'zgartgan muzika bor. Visaltar. Shuningda buni shundoq bosqandekinlam shu sado chiqadi. Agar bizniki klassik chantonlik deymiz hamda. An'anaviy. U akord chaldigan shular bo'lsa bu Yevropaniki. Bu buni qilib bos kelmaydi. Hamda shunda endi ba'zi kelib, ba'zi kelmay shunday qilib o'tib ketdik 50 yilning oqisi. Şunu inimiz şundoq jabr japa tortib bizga mushuni hosil qildi. Shu rahmat. Mushu muqomni siz dastlab anglaganda qanday bir hissiyatda bo'ldingiz? Qasam Akbar Qahramon mushu Visal muqomni ijod qilibdi degandan keyin ishki jihatdan hayron bo'ldim. Gitarchi bo'lsa, gitarchilik bo'lgan chog'da bu odat gitarchi emas. Masalan, Xotanda uylab ketgan Ahmadjon gitarchi, men shuningga Özal muqomni ishlab berib 89 yil Şinjan bo'yicha qo'zg'ib etgan gitarchi hamda Özal muqomni. Keynidan Akbar Qahramon qilib, men bir çalsam bo'ldi debdi. Buningmi bu sharq muqomidan shu muqomni asos qilib bu gitarning ham nurg'un uylarlari bor hamda uningga. Qibdim bu Şinjan bo'yicha bu bir qo'zg'ib etdi. Musharak muqomini o'rinladi. Musharak muqomini. Qarsam shundaq muqomni ijod qilibdi debdi, meni chaqirdi. Başta tamburlan muqaddimini çaldı. Onu anladım. Kendinden ağırlıklı tamburcu kaldırıp yeni başkanı çaldırıp şunda qilib. Ben bana özgertin demedim. Bu özü icat qilgan bo'lganken özüm bu hiç qiladi onunla. Ben onunla xalpatulab yursam bo'lmaydi. Lekin kech kunduz bilib yurdi başada. Şunun bilan asla özünün muqaddimi olsa şu muqaddiminiki. Şunun kendiki çoğ nağma dastan. Şunun hemmisini baş bilodiya bilan başlap an ahirki meşrepkiçi aydak. Bir muqomniki to'liq o'rladi. Matrozika, masalan, bizning Uyg'ur 12 muqomimizningki bayam dedingiz muqaddima, uningdan keyin daston qismi bor, oxirida mashrab degandek. Endi mushning bir muqomning to'liq o'rinlanishi uchun qanchalik vaqt ketadi? Buni anglagan chog'imizda 24 soat ketadi bir muqomning deydi. Ba'zininki 40 minut, ba'zisi 3 soat. 3 soat. Nima ish qilsa hamda Turdaxun muqomchi shu kallasi bilan shu 70 necha yosh kirgan vaqtida shundan hammani qoldirgan ekan. Ba'zisi keyni-keynidan chap qo'ygan. Ba'zisining yo'q. Igiz pasulab, hozir hamda oldin qitimda materialda 17 soat deydik. Am buni Abdukarim Osman Yaponiyada shuning hammasini qaytirib kelganda biz Imid Ahmed bilan biz shuningga buni riyosatchilikni birga qildik. Bu chiqdi hamda. Turdan akamning shu bütün ovoz bilan chiqqan. Hozir 33 soat. Umumsi 12 muqom. 33 soat. Buni hamda yedi tadqiq qilish uchun endi bu shunda balladinki qaytadan tadqiq qilishvasi 20 yil ketadi. Endi Abdurmaka mushu Visal muqomiga alohida taklif bilan mushu muqomning tekstlarini yozib beribsiz. Endi mushning qancha parcha tekst yozib berdingiz? Bu tekstlarning mazmuni ham mushning alohidaligi qanday? Muqom deyilganda mening ishimni bir ishga urg'u, bir ilhom qaynagandek bo'ldi. Uning ustiga men bala vaqtimni tortib Navoiy Baba Rahim Mashribning g'azallarini ko'p o'qigan, ham ko'p o'rgangan. 31 necha yillik tahillik hayotimda muqom tekstirga ko'p uchrashdim.
Demek bana makam, mesela makamcı bulmuş ama pek tanışık göründe. Ekber ilim eşin degen çağda. Onun üstüne bu ağını aldı da işlep oldu makamdan. Onun üstüne her bir kısmının temisine Ekber Allah kaşan planla koyup yapıyor. Şununla eş makademe kısmını tartıp tövetici meşrebikçi bakan aralıkta 16 gazel. Çürüksüzlük kaçkanda bir 18-19 başta gazelini bir hep işi yazıp buldum. Hem de bunun temileri makan zaman tüfeyle bizim klasik kadim makamlarımız okşamaydı. Bunun tekstlerini ama yakki amibab nakşılan tekstler yazsak makamı okşamaydı bu. Şununla azırak küçülmeyi bulmadı. Tekstler yazıp bakandayken üzerime güme yarıda Ekberim hoş oldu yakşaya. Razı oldu. Mezmun cihetten hem de yeni devir hakkındaki geplerim var. Lakin uslub, tekst uslubu tel cihetten şu makam tekstlerine yandaştı. Yeni bir sigen mening 20 yıllık şu müzik hayatımdaki bilen yaratkan bir halkımga tutkan bir soğam desem mi bunu? Şimdi şu Visal makam bilen Uygur 12 makamınınki kurulması okşaş. Visal makamdı mı şu çoğun nägme, dastan, meşrep, mukaddime. Uygur 12 makamının mı 3 bölüm deyimiz okşaş. Fakat melodiyası okşamaydı. Çarigan makamının tekstlerden her bir kısmının bir iki meselenin ülgüsüne bana bəydi. Bunu görüp karasam bu boğum urguları birbirine okşamaydı adlıgın. Lakin eneviye gazelcilikimizge nakit şuydu. Endi Ekber, endi o'ylab baksak, muqam bugun kechda o'ylab qo'yib, ertasi ijod qiladigan oddiy ish emas, oddiy jarayon emas. Endi mushu muqamning barliq kelishini sizning 20 yillik o'ylanishingizning, ajr qilishingizning mahsuli deb hisoblanadi. Ben bu mukamni yazışta ben Özembek kıyılıp ketmedim deyme. Nemişka degende men bu işten kızıkıp kaldım. Özem öyle kızıkkan dersini kısa adam varmaydı iken. Lekin bunun bek izlenip ketdi. Tekstlerini neçqetim almaştırgan buldu, kurulmalarını neçqetim özgertken buldum, soğurgan buldum, ügengen buldum. Şundan kılıp mening 20 yıllık vaktim şu Visal mukamıga ketdi. Meningçe bu mening sanat hayatımның cevheri desem mi buludu? Yeni bir sigen mening 20 yıllık şu müzik hayatımdaki bilen yaratkan bir halkımga tutkan bir soğam desem mi buludu bu? Endi bizni yana bir diqqatimizni tatqini, siz mushu muqamni ijod qilish jarayonida Vesal Tar nomli 7 ismliq mushta bir chalg'uni ijod qilsiz. Bu chalg'uninki qurilmasi, uningki xususiyati haqida bir so'zlab baksangiz. Endi bizningki idora rahbarimiz Nusratga mushta bir gap qildi. Bir musikat o'zining ehtiyojiga asosan musiqalarni islohot qildi deb shuna degan bizga. Endi men bu akkordni kuy shaklini topdim. Topgandan keyin buni texmi aniqroq bir namoyon qilgan bir musiqa musulmaydi ekan. To'g'ri. Men uni Qashqar rapidan anglab oldim, Rijekildan angladim, Tambirldan angladim bu sadoni endi. Buni to'liq namoyon qilganga bir musiqa musulmaydi ekan. Shuning bilan o'ylab to'xta, buningki yuqori qismi, töven qismi, o'tira qismini biraqli chag'iladigan bir musiqadan birini deb yasab, dal shu Qashqar rapininki tangshak sadosini men bu kengaytdim buningda. Buningda endi bir vaqtda yuqori qismi, o'tir qismi, töven qismini bir xil chag'il bo'ldi-da. Bu Visal muqamini ijod qilgandan keyin buni ovoz qildik, un qildik. Un olgandan keyin shu metrozkamlarni anglagandan keyin Visal Tarnımı çaldık da bu muqamga. Çalgandan keyin Visal Tarnı o'chirib bir anglatib baqdim men. O'chirib anglasam bu quruqli bir nasib qoldi. Visal Tarnı shunday ochgandan keyin muzik vallit echildi-da. Demak men Visal Tar degan muzikani men to'g'ri yasabdi berdim. Milliy muzikaga bo'lib bu muqamga bir kuch bera olayotgan bu. Biz unga olib bo'lgandan keyin jiq muzikatlarni angladik. Shunday anglab, bu haqiqatan bu muqam o'zining yeni bir tuqqundan birini tepibdi deb shu bahoni berdi. Shu Visal muqamning ehtiyoji yana bizning Uyg'ur 12 muqamning ehtiyojiga qarata bu Visal Tarni ijod qilib chiqdim. Endi Metrozka, siz Uyg'ur 12 muqamini uzun yil tadqiq qilibsiz. Hem musha ahamiyatli xizmatlarning ustida bo'libsiz. Uningdan keyin musha Uyg'ur 12 muqamini notiga ilishiga bevosita qatnashibsiz. Endi bizning musha klassik muqamlarningki o'lchimi,
Onundan keyin mushuning qurilmasi qandaqdi? Endi shu Visal maqom bilan Uyg'ur 12 maqominingki qurilmasi o'xshash. Visal maqomdimi shu cho'ng nag'ma, doston, mashrab, muqaddima. Uyg'ur 12 maqominingmi shundoq 3 bilim deymiz. O'xshash. Dab takta, nimalar hammasi o'xshash. Faqat melodiyasi o'xshamaydi. Shuning bilan bu bir yana maqom vujudga chiqdi. Bayan metrozikam dedi, bunun muqaddima qismi bor, daston bor, mashrab bor dedi. Demak, shu Uyg'ur 12 muqomida bor, qurilma shakli bor. Ammo buning melodiyasi o'xshamaydi. Endi shu muqomni to'liq o'rindash uchun qancha vaqt ketdi ekan? Ben asli bunu yazgan vaktimde hesaplasam bu 1 saat 50 minut olup çıktı. Muqam ansambılda ben cık muqam çağan çok. Müzik etrafında oturup çağan. Biz bir muqamni o'rlab bo'lguncha endi bek charchab ketdik. Burun adamlarninki shunchalik badan safasi yaxshimi? Endi bu 1 saat 50 minut o'tirib chaldiga ashib qolsa bek charchab ketganmiz. Shuning bilan men buni qisqartdim. Masalanga marg'ullarning qaytarmalarini avatdim. Ba'zi bir dastonlarning qaytarmasini avatdim. Avitib buni 1 saat qapadim. Men endi keyin o'rlab qolsa deb biz ijodchilar bir müzik izish uchun muzikatni o'ynamasa qolmaydi. 1 saatga qisqartib, hozirgi tayyorlig'ini shu 1 saat qildim. 1 saat qildim. Abdurmaka, endi siz shu Visal muqomiga yetgan tekstlar bilan klassik muqomlarning tekstlarida qanday o'rtaqlik va qanday farqlar bo'lishi mumkin? Ekber Kahraman Miş təklif qoyğan çağda Çarigan muqamının tekstlərdən hər bir qisminin bir iki misradan ülgüsünə bana bədi. Bunu görüp qarasam bu boğum vurguları bir-biriga o'xshamaydi degan. Lekin anavi g'azalchiligimizga naqd tushdi. Men onunğa ancha kam emas. Çünki men ancha tekst to'xtamadı. Bu maqomlarning tekstlərində ishq, muhabbət, sevgi, ahzar, hicran dətini gapirəcəklər. Yeni maqamımızda məzmun cəhətdə bəzi yeni temalar var. Məktəb hayatı, yaşlıq cəzbesi, bu deydiğim. Visal muqami Uyg'urcha, Xanzocha ikki xil tilda. Uningdan boshqa muzik sibil tekst birlashgan, notaga ilingan ham CDC birlashgan holatda nashr qilinib o'qirmanlar bilan yuz ko'rishibdi. Endi bu sizning talabingizmi yoki nashriyatning talabimi? Bu qanday ehtiyojdan mushta nashr qilib qoldingiz? Buni Xanzocha Uyg'ur chiqarishdagi maqsadim hamda keng ko'lamda taqalsizga deb o'yladim. Qarindosh millatlarmi buning mazmunidan bir xabardor bo'lsa deb o'yladim. Hozir hamda hammamizga ma'lum qo'sh til yo'lga qo'yyotidi. Buni hamda mayli Xanzocha o'qisin, mayli Uyg'urcha o'qisin, buning mazmunidan bir to'liq foydalansin, keng ko'lamda taqalsizga deb o'yladim. Hamda bu nota deganimiz dunyo tili asli. Buning da notasi bor. Basizlik notasi bor. Bu basizlik nota degan butun
dunyo xalqi hammasi ko'sa tushunalaydi va o'rilalaydi degan gap. Siz oxirida ustozlaringizga, yaqin kishilaringizga mushu muqomning ijod qilinish munosabati bilan nimalarni demoqchi? Oldi bilan ustozlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bo'libmi bizning idora rahbarlarimga meni shundaq yaxshi qo'lladi, ularga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Shularning yordam bo'lmagan bo'lsa, men bu muqomni bu kitobni chiqarib olmaydim. Undan keyin bu yaqin odamlarimga bak yaxshi yordam qildi. Ustozlarim va yonimdagi yaqin odamlarimga tan salomatlik, turmushga xotirjamlik, menga yo'llaridan gullar unishini umid qilaman. Matrozga siz boshdan oxiri mushu Akbar Qahramon ijod qilgan Visal muqomining jarayonlaridan xabardor ekansiz, ham buningga yaxshi maslahat topsiz. Endi siz mushunda muqomlarni ijod qilayotgan, muqomga muhabbat bog'layotgan Akbar Qahramonga o'xshash yosh san'atkorlardan nimalarni kutasiz? Bundan keyin bizning bu yosh san'atkorlar muqomni yaxshi o'rganib, klassik ohanglarni yaxshi o'rganib, varislik qilib, hozirgi davrimizning ro'yini aks ettiradigan yaxshi asarlarni ijod qilishga tilakdoshman. Biz yosh san'atkor Akbar Qahramon ijod qilgan yangi davrning yangi muqomi Visal muqomi haqida Şinjan San'at İnstitutu'nun sobiq mudiri, ataqlı shoir Imin Ahmedi akimizning ziyorat qilgan tövende şu ziyorat huzuringlarda bo'ldi. Uyghur klasik 12 muqami bizning kompozitorlarimizga bir ijodiyat manbasi, ijodiyat bulug'i bo'lib, ularni ijodiyatlar shug'ullanishga davomli ilhomlantirib keldi. Bizning yosh kompozitor, naqshchi, san'atkor Akbar Qahramon shu cho'nglarning izidan menib Uyghur klasik 12 muqamini pishiq o'rganish asosida Visal muqamlari nomli bir dasturni bizga taqdim etdi. Uyghur klasik 12 muqami bir an'ana. Agar bu an'ana yangilanmay ko'nib turaversa, yana bo'lmaydi. Akbar Qahramon o'zidan ilgari yashaganlar bilan yoki mushu zamonda yashaganlar bilan bir qatorda yaxshi natijaga erishdi. Shuna mening bu yerda demoqchi bo'lganim, biz hergizmi o'zimizning an'anamizni quchoqlab, burungi ajdodlar yaratib qo'ygan madaniyat boylig'ida bahrilanib, hayajonlanib yashab emasdan, balki ashlarning ilhomi turtkisi bo'yicha yangidan yangi ijodiyatlar bilan shug'ullansak, bu bizning Uyg'ur millatining klassik 12 muqomi qilingan eng cho'ng hurmatimiz bo'ladi. Akbar Qahramon mushu jihatda tirishchanlik ko'rsatib, o'zini bir qitim sinadi va muvaffaqiyat qozondi. Mushu munosabat bilan kitobning nashrdan chiqib, jamoat bilan yuz ko'rishganligi munosabati bilan men Akbar Qahramonga chin qalbimdan rahmat aytaman. Biz bugün Akbar Qahramon shundaqla ustozlar bilan yangi davrning yangi muqomi bo'lgan Visal muqomi, uning muzikalik qurilmasi, tekst aloyidligi, shundaqla xususiyat haqida nihoyat ko'ngilli paranglashdik. Davr kuyi Visal muqomining ijod qilinishi Uyg'ur 12 muqomiga bo'lgan cho'nqur seg'inish, shundaqla hurmatning natijasi. Biz oxirida barliq yosh san'atkorlarimizning Uyg'ur 12 muqomiga muhabbat bilan qarashini, uni davrga loyiqlashtirib, shundaqla uningdan manba va asos ilib, texmi yangi muqomlarni ijod qilishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.